gap bo'lishi mumkin emas. Va uychi bolalarga qoyildi. Va baraka topkurlar. 4 xona, 5 xona qilingan uylar ham 56 ming dollar bo'ladimi? Uychi bolalar nimalarni topib yuribsizlar? Qayerdan olasizlar bunaqa narxi? Полноценный narxi 56 ming dollar. 4 xona, 5 xona qilingan yevro remont, kamiga ipoteka to'g'ri keladi. 90% mebel texnikasi qoladi. Uyni ko'ringlar, manzilga keladigan bo'lsa, stari sergilikda 4 qavatli g'ishli uyi 4-qavati. 4 xona, 5 xona qilingan yevro remont. Uyimiz 78 kvadrat metr, ko'r boqamiz. Bu koridori. Kirib urishimizdan o'ng qo'lda spalniy bo'lyapti va tashqarida visachchi balkon bor. Bu yerda mebellari o'zini joyida qolyapti va detskida ham holati yaxshi. Mebel, televizorlar o'zini joyida qolyapti. Balkonni ko'rishimiz mumkin. Bu kuxnya bo'lgan. Kuxnya balkonga chiqqanning hisobiga yana bitta xona qo'shilgan. 2 ga 6 balkon, oynalar reshotka qilingan, holati yaxshi. Vanna, tualet раздельный. Bu zalimizda bu spalniy. Skvoznoy planirovka, bu zal. Okili uyimiz 90% jihozlari o'zini joyida qolyapti. Menimcha narxiga prosta super. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uychi bor. Undan ham arzon va yaxshi uylarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, podpiska tashlab qo'yinglar, Telegram silkani qoldiramiz.